Mani yig'lata olgan top 3 ta filmlar. Siz qachon oxirgi marotaba kino ko'rib yig'lagansiz? Katta ehtimol bilan bunday holatni eslay olmasangiz kerak, lekin ushbu videoda aytib beradigan 3 ta kino ham sizni his-tuyg'ularingiz bilan qattiq o'ynashib qo'yib yig'latishga majbur qilishi mumkin. Demak, sezib turganinglardek o'rtoqlar, ushbu videoroligimizning mavzusi mani yig'lata olgan top 3 ta kinoga bag'ishlangan. Hozir aytib beradigan kinolarim o'ta ham qiziqarli kinolar, videoni oxirigacha ko'rishingizga arziydi. Demak, biz videoni boshladik. Mani yig'latgan birinchi kino bu Mo'jizakor ayol, ya'ni Wonder Woman filmi. Ko'pchilik aytishi mumkin, ushbu fantastik kinoni sen nimasiga yig'lagansan? Hozir buni sizlarga tushuntirib beraman. Yillar avval ushbu filmni syujetiga to'xtalamiz. Diana Amazon qabilasining malikasi Zeusni qizi bolaligidan kuchli jangchi bo'lishga o'rgatilgan. Ularning oroli tashqi dunyodan yashirin edi va u orolda faqat ayollar yashaydi. Bir kuni nemis askarlaridan qochayotgan uchuvchi Steve Trevorning samolyoti ularning oroliga qulab tushadi. Diana uni qutqaradi va undan insoniyat dunyosi Ikkinchi jahon urushining dahshatiga duchor bo'lganini bilib oladi. U bu urush ortida yovuz urush ma'budi Ares turganiga ishonadi va insoniyatni qutqarish uchun orolni tark etadi. Diana va Steve frontga borib, dushmanni to'xtatishga harakat qiladi. U o'zining aql bovar qilmas kuchlarini kashf etadi va jangda g'alaba qozonadi. Sakra! Ammo eng og'ir dam keladi. Dushman samolyotida halokatli kimyoviy qurol bor va agar u samolyot shaharga uchib borib portlasa, minglab begunoh insonlar halok bo'ladi. Steve hech qanday boshqa yo'l yo'qligini tushunadi. U Diana bilan xayrlashib, unga birinchi marotaba seni sevaman deb aytadi. Yigitlar, samolyotgacha bo'lgan yo'lni tozalab beringlar. Yo'q, to'xta! Steve, qochinglar! Hammasi joyida, tezroq ketish kerak. Men samolyotni to'xtatmoqchiman. Tezroq, Steve, bo'la qol! Tezroq! Keyin esa samolyotga chiqib, uni osmonning baland nuqtasida o'zi bilan birgalikda qo'shib portlatib yuboradi. Steve! Yo'q! Da aynan mana shu momentiga Diana portlashni uzoqdan kuzatadi. Bu daqiqa uning yuragini parchalab yuboradi. U harbiy lagerda qichqirib, ichidagi g'am-g'ussani chiqarib yuboradi. Shu payt Ares paydo bo'ladi va unga insoniyatning yovuzligini isbotlashga harakat qiladi. Ammo Diana Stevening so'nggi qurbonligi uning muhabbati va ishonchi tufayli Aresni yengadi. U tushunadi, odamlar yovuzlik ham, yaxshilik ham qilishga qodir, lekin muhabbat va umid har doim kuchliroq. Ammo bu g'alaba uning yuragidagi bo'shliqni to'ldira olmaydi. Steve qaytmaydi. Uning oxirgi so'zlari, oxirgi jilmayishi, oxirgi nikohi, ularning barchasi Diananing xotirasida abadiy qoladi. You are the reason why I'm still hanging on. You are the reason why my head is still above water. Shu joyda stop o'rtoqlar. Bilasizlar, videoning orasiga men shunaqangi otilib kirishni yaxshi ko'raman. Sizlarga ikki og'iz gapim bor, oxirigacha eshitinglar. Tak o'rtoqlar, men nima demoqchiman? Kanalimga anchadan beri video yuklamadim, aktiv ancha tushib qolgan o'rtoqlar, sizlarni men shu joyda menga poddershinglar kerak, aktivni ko'tarib, men shu videoga like bosib, kommentariy yozib, qarovchi bomba qilib yuborishinglar kerak o'rtoqlar. Sizlar like bosib, menga obuna bo'lganinglar evaziga men sizlarga juda ham qiziqarli kontentlarni chiqarib beraman. Demak, kelishdik deb o'ylayman. Shu videoga like bosib qo'ying, menga obuna bo'ling. Qanchalik ko'p like bo'lsa, bundan ham qiziqarli videolar shunchalik tez chiqadi. Mani yig'lata olgan ikkinchi film bu Alita. Yillar ushbu filmni syujetiga ham biroz to'xtalib o'tamiz. Alita oddiy kiborg emas. U o'zining kimligini eslamasa ham yuragida hayot uchun, haqiqat uchun kurashayotganini his qiladi. Doktor Ildo uni axlatxonadan topib qayta jonlantiradi. Alita mutlaqo yangi dunyoga ko'z ochadi. U bu dunyoni kashf etar ekan, unga begona bo'lmagan narsalar muhabbat bo'ladi. U his-tuyg'uni unga Hugo ato etadi. Hugo oddiy inson bo'lib, eng katta orzusi osmon shahriga zilemga chiqish. Bu zalimdagi fabrika shovqini. Sen kabi kuchli bo'lganimda, ularga tirmashib chiqardim.
U yerliklar qanday pul topadi? Bu yerdagidan boshqacha. Biroq u buning uchun noto'g'ri yo'llarni tanlaydi. Kiborglarni ovlash va ularning qismlarini sotish. Yolvoraman. To'g'ri tushun. Bu ishim. Bu jinoyat fosh bo'lganda ovchilar uni ta'qib qilishadi. Bir kuni u ta'qibdan qochayotgan payti qattiq pichoqlanadi. Ishingni yengillatay, ha? Hugo! Alita yetib kelganida Hugo yerda jon taslim qilayotgan edi. Uning qo'llari qonga belangan, tanasi esa zaiflashgan. Alita yig'lab uni quchoqlaydi. So'ng doktor Ildoni yordami bilan uni kiborg tanaga o'tkazib hayotini saqlab qoladi. Ammo bu hali hammasi emas. Hugo uchun yagona yo'l qolgan edi. U har doim orzu qilgan Zlem shahriga chiqish. Faqat endi bu yo'l xavfli va oldinda o'lim borligini bilmas edi. U ulkan quvur yo'lagi bo'ylab yuqoriga intiladi. Ammo Alita unga yetib keladi. Qo'lidan mahkam ushlaydi. Uning yuragi hadik qo'rquv bilan to'lgan edi. Men bilan yur. Iltimos. Lekin Hugo ketishni tanlaydi. U o'z orzusiga juda yaqin edi, ammo taqdir unga boshqacha yo'l chizgan edi. Zlemdan kelgan ulkan halqa aylanib quvurni kesib tashlaydi va Hugo o'zining metal oyoqlari bilan sirpanib pastga qulay boshlaydi. Alita unga yetib oladi. Uning qo'lidan mahkam ushlab turadi, lekin bu uzoq davom etmaydi. Hugo zaiflashib qulab tushayotganini his qiladi. Meni qutqarganing uchun rahmat. Seni sevaman. Yo'q! Bu uning so'nggi so'zlari bo'ladi va u tubsiz zulmat sari qulaydi, abadiy. Alita qattiq qichqiradi, uning yuragi parchalanadi. U yana kimnidir yo'qotdi. Ko'z yoshlaridan tomchilab quvur ustida tiz cho'kkancha uzoq vaqt turib qoladi. 'Cause you are the reason why I'm still hanging on. 'Cause you are the reason why my heart is still above water. Endi esa meni yig'latgan 3-filmga to'xtalamiz. Mening aybim filmi. Kelinlar sizlarni ushbu filmning syujeti bilan tanishtiraman. Nova oddiy hayot kechirayotgan qiz, lekin onasi boy va nufuzli erkakka turmushga chiqqanidan so'ng uning dunyosi butunlay o'zgaradi. Endi u yangi sharoitga moslashishi, hashamatli hayotga ko'nikishi kerak. Eng katta muammo esa Nik. U Novaning o'gay akasi. Shijoatli, betakror va xavfli yigit. Ular bir-biriga yaqinlashib boradi, lekin bu munosabatni jamiyat na oilalari tomonidan qabul qilinadi. Biroq hech qanday to'siq ularning yuragini aldagani yo'q. Ular bir-biriga oshiq bo'lib qolgan edi. Ammo birinchi film oxirida ular barcha to'siqlarga qaramay birga bo'lishga qaror qilishadi. Biroq hayot ularga yangi sinovlarni bu filmni ikkinchi qismida tayyorlab qo'ygan edi. Ikkinchi qismda Nik professional avtomobil poygalari olamida o'z yo'lini topishga harakat qiladi. U xavf-xatarni sevadi, adrenalinni his qilish uchun yashaydi. Ammo bu olam jinoyatlar va shafqatsizlik bilan bog'liq edi. Nik o'zini o'zi himoya qilishni o'rgangan, lekin Nova ham uni himoya qilishni xohlardi. U Nik uchun xavotir olardi, chunki poygalar uni xavfli insonlar bilan yaqinlashtirib qo'yayotgan edi. Nova esa universitetga kirib mustaqil hayot kechirishga intiladi. U Nik bilan bo'lishni istasa ham bu munosabat unga og'irlik qila boshlaydi. Rashk, ishonchsizlik, janjallar ularning orasini asta-sekin buzadi. Bir kuni Nikning g'azabi portlaydi va ular qattiq janjallashib qolishadi. Shu janjaldan so'ng Nova o'zini yo'qotadi, qarorlarini o'ylamaydi va boshqa yigit bilan yaqinlashib qo'yadi. Bu esa Nik uchun haqiqiy zarba bo'ladi. U Novaning boshqa yigitlar bilan bo'lganini bilganida yuragi chirparchin bo'ladi. U o'zining g'azabini, og'riq va umidsizligini ichida ushlab tura olmaydi. Lekin baribir hamma narsaga qaramay Novani sevishini tushunadi. Eng og'ir sahna, Nik yomg'ir ostida Novani qaytishini kutib o'tiradi. Vaqt o'tadi, Nik joyida qimirlamaydi. Yomg'ir esa uni butunlay ho'l qilib yuboradi. Yuragi esa muzlaydi. Ko'zlari qayg'u, ichida esa abadiy yo'qotilgan sevgini og'riqlari. Bu holat ularning hikoyasining oxiri emas, eng fojiali burilish nuqtasi edi. Nikning qalbida Novaga bo'lgan muhabbat hali ham bor edi, lekin ishonch butunlay yo'q bo'lgandi. 'Cause you are the reason why I'm still hanging on. 'Cause you are the reason why
while my head is still above water. Mana o'rtoqlar, videorolikimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Albatta, videoning o'rtasida aytgan gapim hali ham o'z kuchida. Qanchalik ko'p like bo'lsa, qanchalik ko'p obuna, qanchalik ko'p poddershka bo'lsa, men shunchalik ko'p qiziqarli videolarni chiqarishga harakat qilaman. Kommentariyada yozyapsizlar, bilyapman, tezroq videolar chiqarib tur, videolaring qiziqarli deyapsizlar. Albatta, qiziqarli video uchun ko'proq vaqt kerak bo'ladi. Agar sizlar meni poddershka qilib, haqiqatan sizlarga videoroliklarim qiziq bo'lsa, like bosinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Men tezroq videolarni chiqarishga harakat qilaman. Hammaga rahmat, sizlar bilan birgalikda Kinomen Ali bo'ldi.